Hormeli bugun sizlarga globalniy уровеньdan ochilgan сделкani ko'rsataman. Mana сделкаlar. Juma kuni ham ochilgan. Katta yopildi bu. Dushanba kuni yana o'sha zonadan ochildi. Bo'lib yopilyapti сделка. Bo'lib yoppamiz. Sababi mana ko'ryapsizlar kanalni. Nevkada kanal turibdi, narx kelyapti, lojni beryapti. Fibonacci'ni 61 уровени bor. O'sha yerga ham lojni bergan. Часовойda ko'rsanglar bo'ladi. Lojni прямой berib, ustiga chiqib, важный уровень bor. O'sha уровень ustiga kelyapti kasaniya berib, именно o'sha kasaniya berayotgan momentida ochilgan сделкаlar. Kelyotgan, testga kelyotgan moment. Bu yerda ko'rsanglar bo'ladi, 5 minutkada o'sha holat ложный пробой katta объем всплеск bo'ldi. И без откат tepada turib уровеньga keldi откат bilan. O'sha momentda olindi, объем chiqdi. Объем bor. И tepaga qarab yurishni boshladi. Tepaga yurganda ular katta скорость emas, sekin yuryapti. Konsolidatsiyalar bilan tepaga qarab yurib ketyapti. Bugun сделка yopildi, bo'lib yopildi mana.